Assalomu alaykum qadr qadrdonlar, aziz tinglovchilar, muborak Ramazon oyida qalbdan qalbga nur ulashamiz. Bizning tabrik loyihamiz aytilmay qolgan tuyg'ularni yetkazadigan samimiy ko'prik. Ro'zangiz maqbul, duolaringiz mustajab, xonadoningiz barakali bo'lsin. Bugun siz bilan yana bir qalbni quvontiramiz. Siz ham bir insonning yuzida tabassum uyg'otishga tayyormisiz? Siz istang, biz hislaringizni eng go'zal ohangda yetkazamiz. Chunki quvonch ulashish eng chiroyli his. Assalomu alaykum, muborak opa, sizmisiz? Menman. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ayni damda siz bilan tabrik loyihasidan boshlovchi baxt aloqada. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizni bugungi muborak kun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ummat bo'lganingiz, ya'ni shukrona kuningiz bilan qalbimizdan tabriklaymiz. Alloh taolo hayotingizni doimo baraka, tinchlik, fayz va quvonchlarga to'ldirib tursin. Qalbingizdagi eng ezgu niyatlar ijobat bo'lib, har bir boshlagan ishingizda omad sizga yor bo'lsin. Tilaymizki, xonadoningizdan mehr muhabbat arimasin. Qalbingiz esa doimo shukronali, xotirjamlik nuri bilan yoritib tursin. Yaqinlaringizning ehtiromi, farzandlaringizning quvonchi sizga kuch va ilhom bag'ishlasin. Har bir kuningiz fayz quritib tursin. Endi opajonim, bitta savol bersam maylimi sizga? Aytingchi, sizningcha bu samimiy tabriklar bizni tabrik loyihamizga kim tomonidan, qaysi yaqiningiz tomonidan yo'llandi deb o'ylaysiz? Taxminlaringiz bormi? Tilafsizman. Mashalloh topdingiz. Muborak opa, iltimos gromkani o'chira olasizmi? Ovozimiz birozgina shovqinli ketayotgan edi. Alo. To'ppa-to'g'ri topdingiz. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan, sizning mehringizda ulg'ayotgan qizingiz Dilafruz opa va kuyovingiz Jamshid akaning nomidan edi. Rahmat, sog' bo'lsinlar. Hammasiga arziysiz. Hurmatli muborak opa, sizga yo'llangan qizingizning qalbidan chiqqan tabriknomalari bor edi. Bizni loyihamizga kelib tushgan. Shularni o'qib eshittirsam, o'z egasiga topshirsam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum aziz onajonim, qadrligim. Bugun sizning tavallud topgan kuningiz biz uchun eng quvonchli, eng qadrli kunlardan biridir. Sizni shu muborak kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Alloh taolo sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalbingizga esa doimo xotirjamlik, baraka ato etsin. Onajon, siz biz uchun faqatgina ona emas, balki mehr, sabr, fidoyilik timsolisiz. Sizning duolaringiz, mehringiz, tarbiyalaringiz bilan ulg'ayganimizni har doim faxr bilan his qilaman. Endi men ham ona bo'lib sizni yanada chuqurroq tushunyapman. Farzand uchun tunlari bezor o'tkazish, uning baxti uchun o'zini unutish qanday tuyg'u ekanini his qilyapman. Shunda siz biz uchun qilgan mehnatingiz, chekkan zahmatlaringiz qanchalik ulug' ekanida yanada ko'proq anglayapman. Alloh taolo qilgan barcha yaxshiliklaringizni ajrini ziyoda qilib bersin. Ilohim yuzingizdan tabassum arimasin. Qalbingizni Allohning rahmati va barakasi tark etmasin. Siz bizning duolariimizdasiz. Biz esa sizning duolaringiz bilan baxtlimiz onajonim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman onajon. Siz mening eng qadrli boyligim, eng katta baxtimsiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin onajonim deb ikki qator she'r ham yo'llaganlar. Aytilmagan arzim ko'p ekan, bajarmagan farzim ko'p ekan. Dunyosidan qarzim yo'q, ammo onasizdan qarzim ko'p ekan. Mazlumlarning nolasi qadar, ko'zlarning jolasi qadar, sochingizning tolasi qadar onasizdan qarzim ko'p ekan. Dilingizni og'ritganim xo'p, oldingizda ayblarim to'p, dengizlardan ko'pigidan ko'p. Onasizdan qarzim ko'p ekan. Sizga ming xil hikmat qilsam ham, haqqi bitta allangizdan kam. O'zim guvoh, o'zimman hakam. Ona sizdan qarzim ko'p ekan.
Poyingizdan maysaman, yo'lman. Mehringizdan yaralgan ko'lman. Bo'lmasangiz sahroman, cho'lman. Ona sizdan qarzim ko'p ekan. Muborak opa, suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham qizingizga va barcha farzandlaringizga qalbingizdan chiqqan so'zlaringiz, tilaklaringiz bormi? Bor. Daim bolalarni sog' bo'lg'ay, ularning umrlari uzoq bo'lg'ay. Eng baxtli qizlardan, bolalardan biri bo'lg'ay. Ilohim. Erishmagan orzu niyatlari bo'lsa, shu erishgay. Yaxshi niyatlarni, orzularni baxtli bo'lg'aylar, umrlari uzoq bo'lg'ay. Ilohim. Qalbingizda Rahmatlarga sog' bo'linglar. Kasbingizlar qalbingizga birozgina quvonch ulashgan bo'lsak, biz mamnunmiz. Aziz Muborak opa, yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga sihat, salomatlik, uzoq umr, oilangiz bag'rida tinch va baxtli hayot tilaymiz. Farzandlaringiz va yaqinlaringizning mehr muhabbati sizni doimo o'rab tursin. Xonadoningizdan quvonch, baraka arimasin. Tabrik loyihasi jamoasi ham sizni ushbu quvonchli kun bilan samimiy muborakbod etadi. Hayotingiz har doim baraka, qalbingiz esa doimo shod bo'lib tursin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Xizmatingizda bo'lganimizdan mamnunmiz. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Bugun onamni tug'ilgan kuni, onajonimni tug'ilgan kuni, meni dunyoga keltirgan aziz mehribonimni tug'ilgan kuni. Oilamizning go'zal mezboni, o'g'il-u qizlarning oromijoni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni, mo'nisginamni, mo'tabarimni, mehribonimni tug'ilgan kuni, siz uchun sovg'a qilay dunyoni. Onajonimni tug'ilgan kuni. Saxovat seli